Mamlakatimiz barcha hududlarda sog'lomlashtirish oyligi o'tkazilmoqda. Mana bugun Toshkent viloyati Beg'ot tumanining eng chekka hududlaridan biri 5-oila poliklinikada bor "Mehrim vatanim uchun, xalqim uchun" shiori ostida sog'lomlashtirish oyligi o'tkazilmoqda. Bu yerda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi va kambag'allik reyestriga kirgan aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazish mo'ljallangan. Bu yerda hozir Toshkent viloyati tor sohadagi mutaxassislar tashrif buyurib, tumanimizdan tor sohada mutaxassislar tashrif buyurib, aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Aniqlangan kasalliklar va xavf guruhlari ajratib turib, ular tuman miqyosida davolanish kerak bo'lgan bemorlar oilaviy shifokor yo'llanmasi bilan tuman tibbiyot birlashmasida, viloyat miqyosidagi davolanish kerak bo'lgan bemorlar esa imtiyozli yo'llanmalar bilan ta'minlanadi va yuqori texnologiya operatsiyalarga muhtoj bo'lgan bemorlarga esa davlat sug'urta xizmati tomonidan xarajatlari qoplab beriladi. Bundan tashqari xalqimiz orasida targ'ibot ishlari, sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilish ham yo'lga qo'yilgan. Mahallalarda, hududlarda sport ishlari yo'lga qo'yilib turib, ular sog'lom turmush tarzi ham targ'ibot qilinmoqda. Mana bugun biz parkinkamizga viloyatdan vrachlar tashrif buyurdi, mutaxassislar. Ijtimoiy himoya reyestrida turadigan fuqarolar uchun men bugun oilam bilan, farzandlarim bilan tibbiy ko'rikka keldim. Farzandlarimni pediatrga ko'rsatdim, o'zim travmatologga, ginekologlarga ko'rindim. O'zimiz uzog'imiz yaqin qilib mana shunday kelgan vrachlar tashrif buyurgan. Bayramona kayfiyat hammamizda. Tibbiy ko'rikni tashkillashtirgan rahbarlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.